Bugun yana jamoamiz bilan og'riqlar bilan yashayotgan bir onaxonni sog'lom hayotga qaytardik. Kelganlarida yuqori davleni va yillar davomida ko'plab og'riq qoldiruvchilarni iste'mol qilganliklari tufayli oxir-oqibat og'riq qoldiruvchilar ham ta'sir qilmay qo'ygan va kuchli og'riqlar bilan kelib, bizda 10 kun davomida davolandilar. Kerakli muolajalar va maslahatlar va LFK shunga o'xshagan muolajalarni o'rgatdik, bajardik va natijalarini o'zingiz ko'ring. Tursunmurod sihat yo'q keldi. Mana men kelganimda juda oyog'im yurmasdan, belim rosa og'rib keluvdim, davlenam oshiqdi. Men kelganimdan keyin Elmurod juda yaxshi doktorlar bor ekanlar. O'shani nimasi bilan mana hozir yaxshi bo'lib qoldim. 10 kun dam oldi bu yerda. Rahmat bu yerda hamma sharoiti bor ekan. Kelganlar hech ham afsuslanmas ekan. O'sha bu yerga kelib rosa xursand bo'ldi. Yana kelishga nima qilib keldi bu yerda. Doktorlari yaxshi, ovqatlari yaxshi ekan. Bu yerda ishlayotgan hamma hamshiralar mehribon odamga rosa yaxshi ekan. Rosa suyunib dardlarimizga shifo berib, oyoqlarim ham yaxshi bo'lib ketdi, bellarim ham hozir yaxshi bo'lib, ilgari holatimga qaytdim. Rahmat. Kelib kardiologlar suv holatda parafinda davlenlar ko'tarilib ketadi deb ruxsat berishmagandi, lekin bu yerga chiqib mana Elmuroddan maslahat so'rab yaxshi holatda bo'ladi xudo xolasa degan maslahatlarni berdi. Mana ekan ko'rib turganingizdek davlenlar balandladi. Hozir normal holatga kelgan, yurishlari ham, qo'llari ham, boshqalari ham hamma yaxshi bo'lib qoldi. Mana shu joydagi sharoitlarni men o'z ko'zim bilan ko'rib hamma narsaga imon bo'ldimki, oziq-ovqat masalasida, yotoq joylarida, suv va boshqalarida hammalarda sharoit nihoyatda yaxshi ekan. Kelib bemalol davolanib ketsani bo'laveradi. Umringizga rizqingizni Alloh tanjaringiz sog'-salomat, yuzlaringizga o'zim mana shu kelayotgan jamiki bemorlar dariga shifo izlab hamma sizdan xursand mana shu yerga kelib ketganlarni duoyingizni ilib sog'-salomat umringizga bersin o'g'lim, mana shu yerdan tuzalib ketyapman. Ishlaringiz rivoj bersin, tanjaringiz sog' bo'lsin. Yana bundan ham martabangiz ulug' bo'lib, el hurmatda bo'lavering. Kelganlar hech ham afsuslanmasdan, kelganimizga rosa xursand bo'lib, yana dardimizga shifo berishidan sog'-salomat.